o'xshasin deganlar niyatlaringizga yeting. Qani kuyovni payg'ambarlar siylashgan. Qani kelinlar yaxshilab qarshi ichiramiz. Kuyov bola xondayim, savlati asondayim. Kuyov bola xondayim, savlati asondayim. Bola kuyovga o'g'lim shu ikki ko'zim faqat baxtingni ko'rsin, yolvoray o'zi seni umringni uzun qilsin. Yor bilan yor bo'lib kelin keldi yoningda, yaxshi niyat qildim men kelinim qizdek bo'lsin, qosh qunduzdek bo'lsin, ko'zi yulduzdek bo'lsin, uyimda o'ynab yursin, kelinim qizdek bo'lsin, qosh qunduzdek bo'lsin, ko'zi yulduzdek bo'lsin, uyimda yayrab yursin, kelinim qizdek bo'lsin. Og'risam og'rinmasin, tergasam zorlanmasin, choy damlasa o'xshasin, osh damlasa o'xshasin, hol so'rab tursin mendan, ko'nglim ozorlanmasin. Yaxshi niyat qildim men kelinim qizdek bo'lsin, qosh qunduzdek bo'lsin, ko'zi yulduzdek bo'lsin, uyimda o'ynab yursin, kelinim qizdek bo'lsin. Payingda ming yolg'orib ishqim qildim-ku izhor, sen ham bir bor dil yorib sevaman deb ayt dildor. Payingda ming yolg'orib ishqim qildim-ku izhor, sen ham bir bor dil yorib sevaman deb ayt dildor. Sir yugurgan ortingda shahzodalar juda ko'p, kel o'shalar oldida men g'aribni bitta ol, kel o'shalar oldida men g'aribni bitta ol, men g'aribni bitta ol. Atrofingda men sarson, chiroylisan hammadan, aytgin sen menga qachon sevaman deb aytasan, sevaman deb aytasan. Oshiqlaring qaslashgan sira chidab bo'lmaydi, sevaman deb aytmasang o'ksik dilim to'lmaydi. Rayhon Ulasenova o'g'lini uylantirdi. Gap shundaki, 7-avgust kuni Toshkentdagi Yakkasaroy to'yxonasida Rayhon Ulasenovaning o'g'li Azizbek va Azizaxonning to'yi bo'lib o'tdi. To'yda Gold Vision, Hasan Dekor, Davron Kabulov, Nilufar Sotboldiyeva kabi mashhurlar xizmatda bo'ldi. San'atkorlardan Jahongir Foziljonov, Rayhon G'aniyeva, DJ Piligrim, Ozodbek Nazarbekov, Munisa Rizayeva, Shohruxxon kabi bir qancha mashhurlar qo'shiq kuylashdi. Siz ham to'yingizni shunday premium darajada o'tkazmoqchi bo'lsangiz, Rich Weddingga murojaat qiling.